Kandiki Studio taqdim etadi. Assalomu alaykum chevar qizlarim, meni go'zal qizlarim. Mana bugun navbatdagi mahorat darsimizni boshlaymiz. Demak, hunarmandchilikning qo'lda gilam to'qish bo'yicha men faoliyat olib boraman. Bu gilamchilik bizning nomoddiy madaniy merosimiz hisoblanadi. Momolarimiz juda qadim zamonlardan bu ishlar bilan shug'ullangan. Bu paytda tayyor iplar bo'lmagan. Hamma iplarni o'zlari qo'lda, urchiqda tayyorlashgan, urchiqlar yordamida. Tabiiy bo'yoqlarni tabiatdagi mahsulotlardan bo'yoqlar olishgan va bular yillar o'tib, sayqallanib, takomillashib, rivojlanib, hozirgi kunga kelib juda ajoyib gilamlar hozir to'qilyapti, ipak gilamlar to'qilyapti. Men ko'pincha paxta va jundan tayyorlayman. Iplarni ham o'zim tayyorlayman. Tabiiy usulda bo'yab ularni tayyorlayman. Mening gilamlarimning o'ziga xos nomlari bor. Masalan, sholcha, julbaroq, mahalliy tilda julqurs ham deyishadi yoki olacha deyiladi. Undan tashqari bugungi mahorat darsimizda o'tiladigan yoki o'rganadigan tushunchamiz bu bo'g'joma haqida. Bo'g'joma nima? Kim biladi bo'g'jomani? Qani? Uylaringda bor ota-onalar. Sandiq ustida tushib turadigan asosiy vazifasi bo'g'jomani, demak, biz ko'rpalarimizni yangi, toza saqlash uchun, chang tegizmasdan uzoq vaqt saqlash uchun ortiqchalarini bo'g'jomaga o'rab qo'yamiz. Qarang, endi bo'g'jomaning tayyorlanishi sholchadan farqli bo'ladi. Chunki bizning sholchalarimizning iplari yo'g'onroq yig'iladi va ikki qavat qilib to'qiladi. Bo'g'joma esa bu xuddi gazlamadek bo'lishligi uchun, yengil, ko'rpalarni o'rab qo'yish uchun mos bo'lishi uchun uning iplari juda ham nafis, ingichka yig'iladi. Masalan, sholchaga yigiradigan ipimizning qalinligi 2 mm bo'ladigan bo'lsa, buniki 1 mm bo'ladi. Sholchamizga 7 kg, 8 kg ip ketadigan bo'lsa, bo'g'jomamizga 2,5 kg ip ketadi. Demak, uning ingichka bo'lgani uchun uni yupqa va chiroyli, nafis chiqadi. Mana sizlarga hozir men bo'g'jomani ko'rsataman. Mana bu bo'g'joma. Hammaga ko'rinyaptimi? Yaxshi. Mana shu bo'g'jomaning mana qalinligi, mana bu sholchamizga qaraganda, ancha yupqa, to'g'rimi? Mana qarang, nafis. Bu jundan to'qilgan, jundan to'qilgan. Qarang, buning naqshlari ham boshqa sholchalarimizga qaraganda ko'pincha o'zimizni mahalliy til bilan aytganda kirchimol deydi. Kirni ko'p olmaslik uchun to'q qizil, to'q qora ranglar bilan bog'lanadi. Endi buni o'lchami 2 metrga 2 metr bo'ladi. Buni o'rtasiga ko'rpa shunday yig'iladiki,
buni xuddi konvertga o'xshab yig'ib, 4-chi uchini qaytarganda mana shunday bo'lib sandiqni ustidan tushib turadi. Endi buni shunday o'zini qo'yib qo'ysa uncha chiroyli turmaydi-da. Shuning uchun buni kashta bilan mana bu 10 cm endilikdagi satin materialga chiroyli ranglar bilan gullar tikilgan. Bu bilan yasatiladi. Bundan tashqari mana poplar, shokilalar, mana bu shildiroqlar bor-ku, bular sof alyumindan bo'lgan. Alyumindan. Chunki alyumin nihoyatda yengil bo'ladi. Shuning uchun momolarimiz, demak, ko'rpalarini mana shunday qilib saqlab, farzandlariga, nevaralariga ham ana shuni sovg'a qilishgan. Endi bo'g'jamani undan tashqari mana bu munchoqlar bilan yasatishgan, munchoqlar bilan. Mana bu poplarning qarang, xuddi gulning g'unchasiga o'xshab turibdi-ya. Mana shu g'unchalarini kulcho'p yordamida to'qib bezatishgan. Yoki jiyaklar bilan hoshiyalarini, mana bu to'rlari ham qo'lda to'qilgan. Bo'g'jama haqida tushunardimi? Kimda savollar bor? Kimning uyida bor shunaqa? Ko'pchilikning uyida bor, lekin hozir hech kim ishlatmay qo'ydi buni. Chunki maxsus ko'rpalarimiz uchun mebellarimiz bor, to'g'rimi? G'iloflarimiz bor. Shuning uchun bu qadimiy ashyomizni hozir ko'pchilik ishlatmay qo'ydi. Ammo bu bizning madaniy merosimiz bo'lgani uchun bizni shundan xabardor bo'lishimiz kerak. Tushunarlimi? Tushunarli bo'lsa rahmat hammalaringga. Mahorat darsimiz navbatdagisi o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat.